Boysunda o'tkazilayotgan tandir festivali. Bu festivalning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, mana ko'rib turganlaringizdek, bu yerda faqatgina bugun mana shu Surxondaryoning tashrif qog'oziga aylanib ulgurgan tandirlar qilinadi va mana shunday yer tandirlar bu yerda jamla-jam qilingan, yasalgan. Mana bu yerda mana ikkinchi bir tandirni yopish, mana shu go'shtni shu aligiga qo'yishga taraddud ko'rilyapti. Aslida bu obdon mana shu yer tandirga cho'qlar juda chiroyli tayyorlanadi. Obdon tayyorlangandan keyingina bu yerga mana shu tandir go'sht qo'yilib, go'sht 45-50 daqiqa nazarimda mana shuni ichida turadi va shundan keyin tayyor. Bugun mana shu festivalga, tandir festivaliga nechta bir tandirga tayyorgarlik ko'rib kelgansizlar? Bizning o'zi Termiz tumani pavilyoni mana shu tandirimizni joylashtirganmiz. Bizning shu yerda bir mutaxassisimiz hozir ayni paytda hozir Qo'chqorda tandir qilish jarayonida kechqurun tandir yoqib, joylashtirib tayyorlab qo'yganmiz. Hozir bir 15 daqiqada tandirni qo'yamiz va undan keyin albatta sadqa go'shti aytilgan, unga ikkinchi sadqamiz tayyor bo'lgan. Uni ham keyin nasib bo'lsa kechki sayliga tandir qilib tayyorlaymiz. Demak, bitta qo'y va bitta sadqa Termiz tumaniga yuklatilgan. O'shani hozir qo'y jarayonini qo'yib olamiz. Albatta keyin kechga yaqin sadqani oshamiz. Mana yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, bugun nafaqat bu yerga Boysunning tashkilotlari, korxonalari, mas'ullari taklif etilgan, balkim Surxondaryo viloyatining barcha tumanlaridan mana shu tandirni tayyorlaydigan oxir mana shu oshpozlar taklif etilganki, bu albatta bir-biridan chiroyli, bir-biridan bir shirin tandirlar tayyorlanadi. Bizni kuzatib boring, Jo'raqul Tursunov, Sobir Shahmardonov, Surxondaryo. Come to